Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan 2025-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. 2025-yilning 6 oy davomida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan qator ilmiy, ma'rifiy va axborot tahliliy yo'nalishda samarali ishlar amalga oshirildi. Jumladan markaz tomonidan 7 ta kitob, risola va qo'llanmalar nashr etildi. Yana 21 ta kitob nashrga tayyorlanmoqda. Shuningdek, ilmiy xodimlar tomonidan 6 ta yangi asar ustida ish olib borilmoqda. Respublika va xalqaro jurnallar hamda to'plamlarida 23 ta ilmiy maqolalar chop etildi. Mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda 4 ta memorandum imzolashga erishildi. Shuningdek, markaz tomonidan 5 ta davra suhbati, vebinarlar o'tkazildi. Bundan tashqari ilmiy xodimlar 3 ta xalqaro va respublika anjumanlarida, 2 ta xalqaro davra suhbati va respublika seminarlarida o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Hozirda markaz kutubxonasi 41 ta elektron qo'lyozma asarlar nusxasi bilan boyitildi. Shuningdek, 20 ta tosh bosma va 4 ta qo'lyozma asarlar katalogi tayyorlandi. Bundan tashqari markaz kutubxonasiga jismoniy shaxslar tomonidan 1 ta qo'lyozma, 4 ta tosh bosma, 1 ta gazeta va 3 ta zamonaviy kitoblar qabul qilib olindi. O'tgan 6 oy davomida markaz tomonidan 3 ta xalqaro, 59 ta mahalliy, jami 62 ta kitoblar ko'rgazmasi tashkil etildi. Bundan tashqari viloyat miqyosida 400 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib, unga 21700 nafar tinglovchilar qamrab olindi. Markaz faoliyati haqida 2100 ta materiallar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Shulardan 260 tasi raddiy yo'nalishdagi materiallar hisoblanadi. Shuningdek, Termiziy allomalar hayoti ilmiy merosiga oid 14 ta radio eshittirish, 4 ta teleko'rsatuv efirga uzatildi hamda 11 ta ommabop maqolalar gazetalarda chop etildi. O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan joriy yilning may oyida e'lon qilingan huquqiy savodxonlik oyligi doirasida 93 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, 580 ta materiallar ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Markaz tomonidan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyini boyitish maqsadida 4 ta ilmiy innovatsion loyihalar bo'yicha ish olib borilmoqda. Bundan tashqari markaz tomonidan nashr etilgan 21 turdagi jami 720 ta kitob va risolalar O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi diniy ta'lim muassasalariga yetkazildi. Shuningdek, Buyuk Termiziylar ruknidagi 6100 dona risola esa viloyatdagi tashkilotlar, oliy va umumta'lim muassasalariga tarqatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Imom Moturidiy tavalludining 1125 yilligi munosabati bilan 1 ta teleko'rsatuv, 29 ta videorolik va 7 ta maqola tayyorlanib, ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ib etildi. Movarounnahrdan yetishib chiqqan buyuk allomalar ilmiy merosini Malayziya Islomni anglash institutining tele va radio dasturlarida keng targ'ib qilish maqsadida allomalar hayoti va ilmiy merosi haqida 4 ta maxsus video lavhalar tayyorlandi. Xotin-qizlar, oila va ajrim masalasi bo'yicha 4 ta maxsus videorolik tayyorlanib, ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib etildi. Ziyo media markazi bilan hamkorlikda Imom Termiziy hikmatlar ruknidagi 5 ta turkum ko'rsatuv tayyorlanib, markazning ijtimoiy tarmoq hamda Termiziy.uz rasmiy veb-sayti orqali omma e'tiboriga havola etildi. Bugungi berib o'tadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.